Assalomu alaykum qadrli firma obunachilar. Xohlasa sizlarga firma yasash jarayonini ko'rsatamiz. Bemalol videoga like bosib, podpiska bo'lib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlarga yana yasalaydigan manfaatli videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Like, podpiska bosib qo'yasizlar. Firmalarimiz 6 ga tur materiallardan yasalgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Materialning qalinligi 2 stena. Faqat choki bir tomonda bo'ladi. Mana u ham mana bu ichki tomonda bo'ladi. Svarka qilib yopilib ketadi. Materiallarimizga keladigan bo'lsak, buni razmeri 15 metr. Balandligi 230. Cho'qqisi bemalol 7,5 metrdan suv tushadi bu yog'iga. Xo'p, yana ma'lumotlari biz ichiga ham shu 6 ga to'r ishlatamiz. Ichiga yuqa material yoki 5 ga to'r, 4 ga to'r ishlatilmaydi. Tashi 6 ga to'r, tepapasi, bu yog'i ham 6 ga to'r, hammasi. Buni bemalol sizlar 2 metr, 2,5 metrgacha orasini ochib qo'ysalar ham bo'laveradi. Bemalol ko'taradi. Svarka qilish jarayonida bu tayyorlanyapti. Mana tayyor bo'lgani bu tarafga o'tyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Tayyor holati. Bundan 19 ta zakasimiz bor. Mana xudo xolasa hammasi bir xil chiroyli chiqyapti. Ozgina shamol videomizga ta'sir qilishi mumkin. Shu tayyor bo'lgan holati. Kimga firma xori kerak bo'lsa, bemalol nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqsalar ham bo'ldi. Joyini o'lchab, chertojlarni chiqarib berish mutlaqo tekin. Xohlasa aloqaga chiqaverasizlar.